Mana bu qismimiz shu muzeyimizni mashhur qilgan qismlardan bittasi. Ya'ni mana bu yerda 600 ta taxtacha bor. Bu yoqda 300 ta, bu yoqda 300 ta. Har bitta taxtachada bitta yoki ikkita uchta hadislar bor. Mana buni bittasini tortib ko'radigan bo'lsak, mana Maşallah. hadislar chiqadi. Buni eng qisqasidan birini o'qib ko'radigan bo'lsak, mana ana Aisha radhiyallohu anha qala nabiy sallallohu alayhi vasallam aqimu zawil hayati atharatihim. Mana bu yerda tarjimasi berilgan, bemalol o'qib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana obro'li kishilaringizni toyilishni kechiringlar deganlar. Ya'ni hammadan toyilish bo'ladi. O'z arablarda ham bir maqol bor, likulli javadin usratun. Ya'ni har qanday yaxshi odam bir toyiladi. Ya'ni toyilish hammadan bo'ladi. Buni keltirishga mana buni yopib, bemalol Xitoyga bittasini ko'tarib ko'radigan bo'lsak, keyingi hadis chiqaveradi. Maşallah. Mana bu hadisda mana man ra'a min amirihi shay'an fakarihahu falyasbir. Ya'ni kim amiridan, ya'ni ish boshisidan bir yomon ishni ko'radigan bo'lsa, va uni xushlamaydigan bo'lsa, falyasbir, sabr qilsin deganlar. Fa innahu laysa ahadun yufariqul jama'ata shibran fayamuta. Chunki kim jamoatdan bir qarich bo'lsa-da uzoqlashib vafot etadigan bo'lsa, illa ma'da mitadan jahiliyatan, bu jahiliyat o'limini topdi deganlar. Buni berkitib mana tavakkal bitasini topib ko'rsak ham bo'ladi. Mana shu yerda ikkitadan deganimiz ham kamida 1200 ta hadis bor ikkitamizda. Maşallah.